Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon shahridagi Majburiy ijro byurosi Andijon viloyat boshqarmasi binosining oldida turibmiz. Opamizning murojaati bor ekan. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Sizmisiz? Qanaqa murojaatingiz bor edi opa? Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Bo'ston tumani Pillakar Mafiyev, Turdiva Nilufar bo'laman. 3 nafar farzandim bor. 2017-yili turmush o'rtog'im Abdullayev Tursunboy Rossiyaga ketib, alimentga ber degan sud buyrug'i qarori bilan 3 ta farzandingizni tashlab Rossiyaga ishlagan ketgan. Keyin 2018-yilda alimentga hujjat topshirgan. Sud buyrug'i chiqqan. Sud buyrug'i 2018-yildan chiqqan. Shundan beri borgan, bir so'm pul jo'natgan yo'q. Qaynam 200 ming pul berdi. Keyin MIBdagilar chaqirdi 2025-yili. O'tgan yil. O'tgan yil. Yangi yildan jinni oldi. Chaqirishib 15 million oldim degan, ariza qilib bering degan. 15 million olganmisiz? Yo'q, 15 million pul olmadim. Majburiy ijro byurosi nima kim chaqirdi? Siz familiyasini eslab olasizmi? Eslama, telefon nomeri bor, o'chib ketibdi uni. Ko'rsam taniyman, borganman, shunaqa. Demak, sizni ishingizga mas'ul bo'lgan odam ash paytda 2023-yilda. Kimligini, borsam taniyman, ijroga borsam. Ashna degan, ariza yozib berasiz, 15 million oldim deganda, unga yozib bermayman degan. Nima uchun 15 million olmagan pulingizni oldim deb yozib bering deydi? Menda qaysi tarafdan aytilgan-ku, bilmayman. Menga ashna deyilgan. Ijrochi aytgan uchun ashna dedim. Lekin ko'rsangiz u xodim taniysiz, ishlayotgan bo'lsa. Ha, u xodim ishlayib turgansa taniyman. Telefon raqamini ashitdi bo'lsa taniyman. Shu bo'lgan. Endi mana Andijon viloyati MIBga keldim, MIB boshlig'iga. Shu yordam so'rab keldim. Shu alimentimni hal qilib beringlar, 3 nafar farzandimga deb keldim. Hozir bu yerga kelishdan oldin nimadir holat bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi? Bundan kelishimdan oldin qaynsinglim raisimizga boribdi. Mahalla raisi. Mahalla raisimizga borgan. Chaqirgan raisim, keldim. Kelsam, buni pul, aliment puli dedi. 30 million dedi. Ariza yozib bering, akam chegarada turibdi. Boshda turibdi dedi. Xo'jayin, sobiq xo'jayin, turmush o'rtog'isi. Akam xo'jayinim Rossiyada nimada turibdi? Chegarada. Kelishar ekan, bu yoqqa o'tishar ekan. Arizani yozib bering, delaqa bering deb keldi. Nima uchun kelayotganidan xabaringiz yo'q? Aytdi, to'qilarkan, metrga ularkan dedi. Zaksdan o'tisharkan deydi. Keyin men aytdim, nimaga dedim, birinchi kundoshimdan dedim, zaksda oldi dedim, Rossiyaga ketmasdan oldin dedim, yo'lini ochib berdi dedim. Menga zaks qilmadi dedim, metrga qilib bermadi bolam dedim, sirg'amda o'zigimni zotib metrga oldim-ku dedim. Sizam qancha nima aytdiki, u masalani men bilmayman dedi. Ular hal nima o'rtalaringda yo'qman dedi. Nimaga MIB xodimlari bog'lanmadimi? Yo'q. Ular bog'lanyapti. Qansinglim bog'lanyapti-da. Raisimga borib murojaat qilyapti, raislar chaqiryapti. Xotin qizlar raisim bugun obed berdi. Ha desam, qansingiz kelibdi, borasiz ekan, pulni olasiz ekan. Shuncha yildan beri shug'ullanmaymadinglar. Raisim keyin aytdi, shuncha yildan beri pul to'lash maqsading bor ekan, nima to'lamadi desa, bilmayman, endi maqa kelib o'taman deganiga pul tashlab beryapti akam deb ashna dedi. U voz kechmasdan to'g'ridan to'g'ri bersa bo'lmaydi ekan. Shuni aytmabdi. Shunga ma'lum bermadim. Hozir maytda siz taqdim qilgan sud buyrug'ini ko'ryapmiz. Sud buyrug'i. Bundan tashqari Abdullayev Tursunboy Ikromjonov, to'g'rimi? Ikromjonov. Ishlaydi, daromadi mavjud deb ko'rsatyapti-ku. Qanday bo'ladi unda? Men shu hujjatga tushunmadim. MIB bilan gaplashdingizmi o'zingiz? MIB bilan gaplashdim. Bo'zdan nimasiga chiqarib, bo'zdan chiqarib beradi deb aytdi. Undan oldin borib gaplashdingizmi? Majburiy ijro byurosi Bo'z tumani bilan. ishlaydi deb beryapti, chet elda deb bermayapti. Ishlayapti deb berganda. Ko'rdingizmi, hujjat bilan tanishdingizmi? Mana shuni tanishtirdim qo'limda. Shuning uchun olib keldim bergimni. Bu yerdagilar tushuntirib bermadimi, izoh bermadimi? Hurmatli kuzatuvchilar, qo'limizdagi hujjatda ma'lum bo'lyapti. Rossiyada ishlaydigan, Rossiyaga chiqib ketgan odamni ishlaydi deb turib, ba'zidan chiqarib beryapti. İşlaydi deyapti-da, 1 million 85 ming so'm oylik oladi. Qaysi joylarda 1 million 346 ming so'm oylik oladi deyapti-da. Har oylik 256 ming so'm. Bolalar soni bitta deyapti. Hasanboy So'mboyga tashlaganman. Ikromjonov Hasanboy, Tursunboy. Bolalar soni bittaga deyapti-da. Ishlaydi deb turib, qaqqadir qilyapti. Majburiy ijro byurosi mas'ullari buni ham bir qator qayta ko'rib qo'ysa yaxshi bo'lardi, chunki bolalarning haqqi qolib ketmas kerak. Rahbariyatidan nimani so'ragan bo'lasiz? Viloyat majburiy ijro byurosi mas'ul xodimlaridan. Ulardan yordam mana shu pulimni undirib qonunda belgilangan tartibda ishni ko'rib chiqib, ishlarni ko'rsin, so'rab ko'rsin. Ijrochilarni belgilangan tartibda xizmat tekshirib o'tkazishini so'raysiz. Varaqni ko'tarib keldim. Kabinetdan chiqqanda.
kuzatuvchilar bizni kuzatishda davom eting. Qo'shimcha ma'lumot yana beramiz. Opani ishi nima bo'ldi, rahbariyat tomonidan qanaqa to'xtam keldi, nima ishlar olib bordi deb turib e'tiboringlar uchun rahmat katta.